qanday qilib atigi 3 kun ichida 1000 ta obunachi yig'ish mumkin? Bugun siz bilan eng oddiysidan boshlaymiz. Bu karusel post bo'lib, uni imkon qadar keng ommaga moslash kerak va u odamlarga juda ham foydali bo'lishi shart. Shuning uchun eng keng tarqalgan muammoni olamiz. Masalan, nimaga sizda axvatlar past va nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich tushuntirib beramiz. Keyin Reelsga o'tamiz. Ular 3 ta. Xuddi shu hammada bor bo'lgan muammo asosida, lekin biroz boshqacha burchakdan. Birinchi Reels bu shablonni buzish. Masalan, nimaga sizning videolaringiz blogerlarniki kabi million prosmotrlar olmaydi? Nima demoqchiligimni tushundingiz? Bu aynan siz menga podpiska bo'lgan o'sha mashhur Reels. Shu buzish asosida 2-3 ta sabablarni keltirib o'tamiz. Va birinchi Reelsdagi bu sabablar juda oddiy va hayotiy bo'lishi kerak. Ikkinchi Reels bu bizning 3-Reels content birligimiz, ya'ni Reels instruksiya. Masalan, Reels joylamang toki mana bu 3 ta parametrni Instagram nastroykasida yoqib qo'ymaguncha va albatta siz 3 ta qadamni aytib berasiz va nima qilish kerakligini ham. Endi 4-Reels content birligimiz bu sotuvga olib boradigan eng muhim joyi va buni videoning oxirida aytaman. Men Dildora Raimjonova 6 yillik tajribaga ega shaxsiy brend va SMM bo'yicha mutaxassis. O'z blogimga 1 yil ichida maxsus mualliflik sxemam bilan 70 ming 95% jonlilik darajasi bilan obunachi olib kirdim va avgust oyidan beri o'z blogim orqali har oy 600 dan ortiq sotuvlarni amalga oshiraman va mana shu mualliflik sxemamni bor yo'g'i 14 kun davomida sizga ham Insta aktiv marafonimda o'rgataman. Marafonga 1-yanvarga qadar chegirma e'lon qilingan. Chegirma narxda o'z joyingizni egallash uchun aktiv so'zini yozib qoldiring. 4-Reels content birligimiz haqida ham opisaniyada o'qishingiz mumkin.